Ayollarimizni bezovta qilayotgan eng katta masala bu ishsizlik. Shu bois xotin-qizlar bandligini ta'minlash va tadbirkorlikka jalb etish bo'yicha katta dasturlarni amalga oshiryapmiz. O'tgan yilning o'zida bu maqsadlarga 17 trillion so'm kredit ajratganmiz. Ana shunday e'tibor tufayli ayol tadbirkorlarimiz o'tgan yili 81 trillion so'mlik mahsulot yaratdi. 450 million dollarlik eksportni amalga oshirgani albatta tahsinga sazovor. Ular men bunyodkor ayolman degan loyihani ilgari surib, mahallada minglab ayollarni kasb hunarga o'qitib, daromadli qilish tashabbusini bildirgani to'g'risi meni juda ruhlantirdi. Men o'ziga katta ijtimoiy mas'uliyat olgan mana shunday ishbilarmon xotin-qizlarni yangi O'zbekistonning bunyodkor ayollari deb bilaman va ularga chuqur minnatdorchilik yana bir marta izhor etaman. Ularga qanday qo'shimcha sharoit va yengilliklar kerak bo'lsa, albatta yaratib berishga men tayyorman. Bu borada amaliy qadam sifatida Savdo-sanoat palatasi huzurida tadbirkor ayollar kengashini tashkil etsak nima deysizlar? Bu yil 2 million nafar ayollar bandligini ta'minlash, 1 million 300 ming nafar xotin-qizlarni tadbirkorlikka jalb etish bo'yicha katta marralar olganmiz. Buning uchun tijorat banklari tomonidan ayollar tadbirkorligini rivojlantirish uchun qulay moliyaviy paketlar taqdim etiladi.